Mana bitgani qanday biladi dedik-ku. Shuni tayyor bo'lgan unga qo'yiladi. Plastmassa. Plastmassa orqasiga mana metal. Baqot rossiyskiy metallar forma yasalgan. Ishlaydi. Brakka chiqqandan ko'ra bu yaxshida. Qo'ldan kelgancha. Samarez bilan qotirib qo'yilgan, qimirlamas uchun boltalardan. Mana o'zi shayba mana buni joyiga tushmayapti-da mana. Hozir mana shuni videoning ichiga yana bitta chiroyli bir videocha ko'rsatib ketaman. Mana qarang hozir. 8 ta shayba qo'yishimiz kerak. Kattaroqdan olimizdan hozir mana shuni qanday taxlaymiz. Sizda ham oldingizdan chiqib qolishi mumkin bu. Xo'sh, videoni eslab qoling. Texnika mana shu bitkilar bu narsa. Boyaga osonroq, tezroq, osonroq. Kanalimizni poddershka qiling. Podpiska qilib qo'ying, rang-barang videolar qo'yib beraveramiz. Video sizga foydali bo'lsa, like bosib, komment yozing. Buni ham kimdir izlayveradi-da. Arzimas ko'rinishi mumkin, lekin ro'zg'orga kerak narsalarni qo'yib beraman men. Ammo